Rahmat sizga so'zlarga qilib katta qilishingiz uchun. Onajon sog' bo'ling. Rahmat bacham, sen ham sog' Stasim kasal bo'lmanglar. Meni yaxshi ko'raman. yig'lama, ertalab kelasan. Rahmat, Azamatjon to'lib toshib gapirdilar, bitta qarsaklar jam qo'yishlaringiz mumkin. Eng asosiysi qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar ular sog' salomat yuribdilar. Nasib bo'lsa mana shu fayzli xonadoningizga eson-omon sog' salomat qaytib kelganlarida ularni quchoq ochib, peshonalaridan o'pgan holatda kutib olmoqlik vaqti sizga va albatta aziz onajonimizga nasib ro'za aylasin. Azamatjon, barcha yaqinlaringiz siz uchun chiroyli qarsaklar chalyapti, eshityapsiz, biz eshitmayapmiz lekin. Shu qarsaklar siz uchun. Salomat bo'ling doimo. Sizni o'rningizga